Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz qadrli muxlislar. Mana bugun payshanba kuni 26-iyul. Afg'onistonda bugun juda ham kuchli shamol do'stlar. Mana qarang. Do'stlar, videoni ko'rishdan oldin kanalimizga like bosib, obuna bo'lishingizni so'rab qo'yamiz. Mana shu shamol bo'lsa, Afg'onistonda juda ham shamol topiladi. Mana har kuni shamol, har kuni ham shamol edi. Bugun juda ham kuchli shamol do'stlar. Mana keyin mana daryoni so'rashadi do'stlarimiz, daryo suvi qanaqa? Mana hozir daryoni ko'ramiz. Juda ham suvi toshgan shamol bo'lsa, ko'payadi suv. Toshadi, suvni ortiga qaytaradi shamol. Keyin shu sababli daryo toshadi. Mana juda ham kuchli shamol do'stlar. Mana do'stlar, daryo suvi juda ham ko'tarilgan suv. Mana do'stlar qarang, juda ham suv ko'p. Ancha toshgan suv, daryo suvi. Mana tomon O'zbekiston ko'rinyapti, juda ham chang to'zon. Qirg'oq bo'ylarga chiqqan suv. Juda ham toshgan daryo. Shu bir oydan beri suv juda ham kam edi. Daryoda juda ham pastlab tushib ketgan edi. Mana bir 2-3 kundan beri yana daryo juda ham toshdi. Daryo do'stlar, bu Afg'onistonning Balx viloyati To'qay qishlog'i, O'zbekiston bilan chegaradosh hudud. O'zbekistonning Surxondaryo degan viloyatda shu yerda joylashgan. Shu bilan chegaradosh hudud Afg'onistonning Balx viloyati bo'ladi. Daryo holati mana do'stlar, so'ragan do'stlarimizga. Mana daryo. Mana har kuni har raqamda. Mana bugun havo shu juda ham kuchli shamol, afg'on shamoli. Keyin mana daryoni toshtiradi suv. Suvni toshtiradi-da shamol bo'lsa. O'zbekiston tomon ko'rinmayapti, juda ham chang to'zon. Do'stlar, kommentariyada o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Keyingi videomiz o'shanga qarab video olamiz. Mana do'stlar, bu tomoni ham shu Yulg'unzor. Shu Termiz yaqini joyda joylashgan. Mana maktab bolalari maktabga ketyapti ertalabdan.